Dahshatli filmlardagi yirtqichlarni eslatuvchi 3 ta eng xavfli akula. Mana shu joyda videoga like bosish va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Birinchisi buqa akulasi. U nafaqat okeanlarda, balki daryolarda ham yashaydi. Ko'pchilik akulalardan farqli ravishda buqa akulasi chuchuk suvda ham bemalol suza oladi va daryolar bo'ylab o'nlab kilometr ichkariga kirib boradi. Hatto Amazonka va Mississippi daryolarida ham uning hujumlari qayd etilgan. Sho'r va chuchuk suvda birdek yashay oladigan yagona akula ham aynan shu. Ikkinchisi yo'lbars akulasi. Uni okean axlatxonasi ham deb atashadi. Sababi uning oshqozonidan qush suyaklari, metal buyumlar, qalay bankalari, hatto rezina shinalar ham topilgan. U akula yo'lda chiqqan deyarli hamma narsani yutib yuboradi. Uchinchisi qum yo'lbars akulasi. U o'ljasini qum ostida yoki to'lqinlar ortida yashirinib kutadi. Ko'plab suzuvchilar uni faqat so'nggi lahzada payqashadi. Agar u insonni nishonga olsa, qochib qutulish deyarli imkonsiz. Videoni 10 ballik tizimda baholang va yana qanday videolar chiqarishimizni xohlaysiz? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring.